Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida, shuningdek internetdagi sahifamizda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida razvedka, josuslikning cheki bor deydi ittifoqchi davlatlar. Afg'onistondan chiqqach, Amerika Markaziy Osiyoda nima qilmoqchi? Saudiya Arabistoni Obama siyosatidan norozi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Mamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi ittifoqchi davlatlar rahbarlarini yashirincha kuzatgani fosh etilgach, xalqaro maydonda o'ziga yarasha janjal to'polon. Nega bizni poylaysiz? Josuslikning ham chegarasi bor deya Washingtonga dakki berishmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir. Germaniya kansleri Angela Merkel Amerika bilan o'rtadagi ishonchga putur yetdi deydi. Das Allerwichtigste ist, dass wir Ishonchni qayta tiklash kerak. Unga jiddiy dars ketdi. Yevropa kengashi ana shu haqda o'ylanib qolgan. Merkelning aytishicha, ayrim nemis mulozimlari Amerika bilan savdo muzokaralarini qoldirmoqchi. Fransiya prezidenti François Hollande ham orqavarotdan kuzatish amaliyotidan norozi. Shunday ishlar bo'ladiki, ularga toqat qilish mumkin emas. Fransiya va Germaniya masala muhokamasini o'z qo'liga oladi. Umumiy qoidalar ishlab chiqib, Amerika e'tiboriga havola etamiz. Yil oxirigacha shuni hal qilmasak bo'lmaydi. Achchig'i chiqqan faqat Yevropa rahbarlari emas. AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden e'lon qilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, kamida 35 rahbarning telefoni tinglangan. Braziliya prezidenti Dilma Rousseff Washingtonga safarni bekor qilib, BMTdagi ma'ruzasida Amerikaga tanbeh berdi. Bir davlat fuqarolarining himoyasi boshqa davlat fuqarolarining haq-huquqini, erkinliklarini oyoq osti qilish hisobiga amalga oshirilmasligi lozim deydi u. Braziliya BMT bosh assambleyasida boshqa davlatlar bilan birgalashib, alohida rezolyutsiya ustida ishlayapti. Unda odamlarning shaxsiy elektron yozishmalarini nazoratdan xoli tutish kafolatlari haqida so'z boradi. Davlatlar bir-birini zimdan kuzatishi yangilik emas, ammo bu gal vaziyat qaltisroq. These kinds of things go on between countries. Mamlakatlar avliyo emas, bunaqasi bo'lib turadi. Lekin bu safar muhokama har bir gazeta, har bir kanal va veb-saytda kechayotgani misli ko'rilmagan holat. Tahlilchi Shahrizoda Rahmon fikricha, ittifoqchi o'lkalar AQShdan ko'p ham o'pkalab o'tirmaydi, lekin Milliy xavfsizlik boshqarmasi ish uslubini o'zgartirishi kerak. Milliy xavfsizlik boshqarmasi direktori Kit Alexanderning aytishicha, jamoatchilik e'tiboriga qaramasdan aksariyat ittifoqchilar razvedka tomonida. Here's what I get. Biz bilan ishlashda davom eting deb dalda berishadi. Davlatlarni himoya qiluvchi razvedka ma'lumoti kerak ularga. Lekin davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psakining tan olishicha, hamkor mamlakatlar bilan rishtalar haqiqatan taranglashgan. Ayrim hamrohlarimiz bizdan xafa. Bular o'zaro aloqalarda izsiz ketmaydi albatta. Oxirgi bir necha kunda xalqaro sahnada bot-bot tilga olinib, odamning dilini xira qildi ancha. Bu xafagarchilik Washingtonda aks sado berishi va terrorga qarshi kurashni qalqon qilib, kuzatuv dasturlarini himoya qilgan siyosatchilarni qayta o'ylab ko'rishga majburlashi mumkin. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika olg'a surayotgan yangi Ipak yo'li tashabbusi quruq gap, strategiya emas deya tanqid ostida. 2014-yilda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqqanidan so'ng Markaziy Osiyo bilan usiz ham ancha tor mazmundagi muloqot yanada sulashishi mumkin. Uning o'rniga esa, deydi mutaxassislar, mintaqaga Xitoy kirib bormoqda. Odil Ro'zaliyev Washingtonda o'tgan anjumandan hikoya qiladi. AQSh va NATO askarlari kelasi yil oxirigacha Afg'onistonni tark etishga hozirlanmoqda.
Qo'shma Shtatlar Afg'on armiyasiga moliyaviy yordamni kessa yoki butunlay to'xtatsa, Afg'oniston qurolli kuchlari tarqalib ketib, hukumat Tolibonga bas kela olmaydi va mamlakat yana beqarorlikka yuz tutishi mumkin, deydi tahlilchilar. Bu hol Markaziy Osiyo davlatlarini xavotirga solmoqda. Beqarorlik bois, deydi kuzatuvchilar, AQSh 2010-yilda e'lon qilgan va Afg'onistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan integratsiyasini ko'zlagan yangi Ipak yo'li strategiyasidan foyda bo'lmaydi. Afg'oniston orqali o'tishi rejalangan quvurlar hali beri amalga oshmaydi. AQShning Qozog'istondagi sobiq elchisi William Courtneyning aytishicha, markaziy rolni Afg'onistonga bergan strategiya boshidan voqelikdan yiroq bo'lgan. It was unrealistic because Afghanistan, a country that doesn't even have a railroad that runs across it. Afg'oniston bu strategiyaning markazi bo'la olmasdi, chunki mamlakatda hatto temir yo'l yo'q. Haqiqiy Ipak yo'li Xitoy bilan Yevropa orasida yotadi va u Rossiya va Qozog'iston orqali o'tadi. Qo'shma Shtatlar hozir bu strategiyadan chekinmoqda, deydi sobiq elchi. Washingtonlik tahlilchi, Amerika Tashqi aloqalar kengashi xodimi Steven Blankning aytishicha, Qo'shma Shtatlar 2 yil oldin e'lon qilgan siyosatini amalga oshirish uchun yetarlicha resurs ajratmagan. AQShda Markaziy Osiyoga doir hatto aniq reja yo'q, deydi u. We do not have a Central Asia policy. We don't have a Central Asia strategy. We had in Afghanistan. AQShning mintaqaga doir o'ylari Afg'oniston strategiyasi tufayli mavjud. O'shanda ham bu strategiya faqat Afg'on urushi atrofida shakllangan. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton tashabbusi bilan yuzaga kelgan yangi Ipak yo'li siyosati kelajagiga ishonch yo'qolgan. Sabab shuki, 2014-yildan so'ng Afg'oniston barqaror bo'lishiga hech kimda umid yo'q, jumladan Pentagonda, deydi Steven Blank. Regionda aniq maqsadlarimizning yo'qligi bo'shliq hosil qilib, uni boshqa davlatlar to'ldirishga shoshmoqda, deydi Blank. Tahlilchi nazarida Xitoy ana shundaylardan. China is building a Silk Road. It has been building one for years and Xi Jinping. Haqiqiy Ipak yo'lini Xitoy qurmoqda. Pekin Markaziy Osiyo va Kavkazda yo'llar va temir yo'l solmoqda. Energetika, tog'-konchilik, telekommunikatsiya, infrastruktura sohalarida sarmoya kiritib, Yevropaga chiqmoqda. Rossiya ham shuni istaydi, ammo hozircha qo'lidan kelgani yo'q, deydi Blank. AQShning sobiq va amaldagi rasmiylari tahlilchilar xulosasiga qo'shilmaydi. Yaqingacha Mudofaa vazirligida Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullangan David Sedneyning aytishicha, xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni tark etgani bilan AQShning Afg'oniston yoki Markaziy Osiyoga doir siyosati tugamaydi. US policy in Central Asia and US policy in Afghanistan. 2014-yildan so'ng Afg'on armiyasini moliyalashga chek qo'yilmaydi. Qo'shinlarimiz ham butunlay mamlakatdan ketmaydi. Oz sonli harbiylar qolib, Afg'on armiyasi tayyorgarligi bilan shug'ullanadi, deydi Sedney. Sobiq rasmiyga ko'ra, AQSh va Afg'oniston ayni damda ikki tomonlama xavfsizlik bitimi ustida ishlamoqda. Hujjat 10 yilga mo'ljallangan bo'lib, AQSh harbiy yordami va xavfsizlik kafolatlarini o'z ichiga oladi. Bu esa Amerika Afg'onistonni o'z holiga tashlab qo'yadi degani emas, deydi Sedney. Ekspertga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan harbiy hamkorlikni yolg'iz Afg'oniston xavfsizligi doirasida olib borayotgani yo'q. Mintaqa davlatlari bilan ikki tomonlama xavfsizlik bitimlari bor, deydi u. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalariga mas'ul rasmiysi Lynn Tracy ham Afg'oniston kelajagidan umidvor. Bugungi Afg'oniston 1990-yillardagi Afg'onistondan keskin farq qiladi. Uning dunyo bilan aloqasi bor. Yoshlari maktabda o'qiyapti, internetda ijtimoiy sahifalarda faol, qo'shni davlatlar bilan savdo qilyapti. Afg'onlarning aksariyati o'tmishga qaytishni istamaydi. Davlat departamenti rasmiysining aytishicha, so'nggi 10 yilda Afg'oniston ko'plab yutuqlarga erishdi. Mamlakat kelajagi afg'onlar qo'lida. Rahbariyatning bundan keyingi qadamlari yo bu yutuqlarni yangi bosqichga olib chiqadi yoki ularning qo'ldan boy berilishiga olib keladi, deydi Lynn Tracy. AQSh diplomatiga ko'ra, Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish kerak. Integratsiya mintaqa barqarorligi va tinchligi kafolati bo'lib, Qo'shma Shtatlar Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlariga bunda yordam berishga tayyor, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Saudiya Arabistoni va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi azaliy hamkorlikka dars ketgan. Riyod Vashingtonning Yaqin Sharqdagi siyosatidan norozi. Saudiya Arabistoni AQShning Suriyadagi qonli urushga qanday yondashayotganini qoralab keladi. Riyod Misrda harbiylar hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda. Vaholanki Qo'shma Shtatlar prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan keyin u yerdagi o'zgarishlardan norozi bo'lib, Qohiraga millionlab dollarlik madadni to'xtatib qo'ygan. Saudiya Arabistonining eng asosiy xavotiri azaliy dushmani Eronning harbiy jihatdan kuchayishi. Washington va Tehron o'rtasidagi aloqalarda iliqlashuv alomatlari paydo bo'lishi Riyoddagi tashvishlarni yanada chuqurlashtirdi. Saudiya Arabistoni g'azabda va noroziligini yashirmayapti. Sabab esa bitta: AQSh Yaqin Sharqdagi vaziyatga ular xohlaganidek yondashmayapti. Riyod nazarida Washington yetakchilik qilishni eplolmayapti. Saudiya Arabistoni Washington Suriyada isyonchilarni qurol bilan ta'minlamaganidan ham xunob. Oq uy Suriyani, xususan prezident Bashar al-Assad tuzumini bombardimon qilish o'rniga u yerdagi kimyoviy qurolni yo'q qilish haqidagi taklifni qabul qilib, noto'g'ri ish qildi, deydi qirollik rasmiylari. Bunday qaror Assad pozitsiyasini yanada mustahkamladi, deydi ular. Riyod Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga a'zolikni rad etdi va bunga sabab Yaqin Sharqdagi mojaro hal etilmaganida, deya bildirdi. Saudiya Arabistoni boy davlat va mintaqada muhim rol o'ynashi sababli Suriya masalasi yuzasidan o'z fikriga ega. Unga hech kim so'zini o'tkaza olmasligini xalqaro hamjamiyatga namoyish qilmoqchi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Saudiya Arabistoni bilan ayrim masalalarda kelisha olmasakda hamkorlik davom etadi, deydi. Yondashuv turlicha ekani ayon, lekin tomonlarning niyati ezgu. Birga ishlayveramiz. Saudiya Arabistoni do'stimiz va ittifoqchimiz. Riyod Obama ma'muriyati va Eron o'rtasidagi aloqalarning iliqlashishi mumkinligidan xavotirda. Yaqinda ikki davlat prezidentlari telefonda gaplashgani chuqur ramziy ma'noga ega. Qirollik uchun AQShning mintaqadagi yetakchiligi muhim. Aks holda u yerda Eron ta'siri oshadi. Tehron hammaga o'z so'zini o'tkazadigan, ustunlikka intiladigan va oxir oqibat Yaqin Sharqda atom quroliga ega bo'lgan davlatga aylanishi hech gap emas. Saudiya Arabistoni Washington bilan ochiqchasiga gaplashishga o'rgangan, deydi tahlilchi Clifford May. Har ikki davlat bir-biriga kerak, deydi u. Shunday ekan, sovuqlashgan aloqalar iliqlashishi turgan gap. So'nggi yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com da kuzatib boring. Muqobil adreslarimiz xalq.me, imkon.info yoki sulton.me. Ular orqali kirishga qiynalsangiz biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Odnoklassniki, Mo'mir, Vkontakte, shuningdek Facebook hamda Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Amerika ovozi deb izlang. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Amerika kelasi yilning yozida Qirg'izistonning Manas aerodromini bo'shatadi. Havo kuchlarini Ruminiyaga ko'chiradi. Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqargan bu mamlakatdagi aviabaza tranzit markaziga aylanadi. Yevropani raketa hujumlaridan himoya qiluvchi NATO mudofaa tizimining bir qismi ham Ruminiyada bo'ladi. Inshoot qurila boshladi. Rossiya AQSh mudofaa tizimining o'z chegarasi yaqinida o'rnatilishiga keskin qarshi. Yerdan turib raketa hujumlarini bartaraf etuvchi mudofaa tizimi Ruminiya poytaxti Buxarestdan 180 kilometr naridagi sobiq harbiy havo bazasiga joylashtiriladi. Inshoot poydevorni qo'yish marosimida AQSh mudofaa vazirining o'rinbosari James Miller ham ishtirok etdi. 2015-yilda tizimning ikkinchi bosqichi yakunlangach, Yevropa yanada xavfsizroq bo'ladi. AQSh kuchlari yaxshiroq himoyalanadi. Ruminiya xavfsizligi kuchayib, NATO ittifoqi yanada mustahkamlanadi. Marosimda Ruminiya prezidenti Traian Bashescu ham qatnashdi. Ruminiya Yevropa va AQSh fuqarolarini ballistik raketalar hujumidan himoya qilish bo'yicha eng yaxshi yechimni taklif qiluvchi NATOga a'zo mamlakatlar qatoriga kirdi. AQShning Yevropani himoya qilish rejasi Chexiya Respublikasi va Polshada mudofaa tizimlari, Turkiyada esa radar sistemasini o'rnatishni o'z ichiga oladi. AQSh va NATO rasmiylarining ta'kidlashicha, bu vositalar faqat Eron va Shimoliy Koreyaning ehtimoliy hujumlarini qaytarishga qaratilgan. Ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin uzoq yillardan beri bu rejaga qarshilik ko'rsatib keladi.
Нас не удовлетворяют те объяснения, которые мы слышим. Yevropada raketa hujumiga qarshi tizim o'rnatishga hojat yo'q deb o'ylaymiz. Harbiy mutaxassislarimizga ko'ra bu tizim Rossiya Federatsiyasining Uralgacha bo'lgan hududlarini qamrab oladi. Rossiya e'tirozlariga javoban NATO mudofaa rejasiga bir qator o'zgarishlar kiritildi, ammo Moskvaning raketa tizimlari Rossiya yadro arsenalini nishonga olmasligi to'g'risida huquqiy kafolat berish talablari AQSh tomonidan qondirilmadi. Rossiya aholisining aksariyati bu tizimning Eron yoki Shimoliy Koreyaga qarshi emas, balki aynan Rossiyani nishonga olish maqsadida o'rnatilganiga ishonadi. Shuning uchun ko'plab odamlar Putin va uning hukumatı ko'rsatayotgan e'tirozlarni qo'llab-quvvatlaydi. Kreml AQSh harbiy tizimlari Rossiya chegarasi yoki sohillariga yaqin o'rnatilsa, keskin qarshi choralar ko'rilishi haqida ogohlantirib kelgan. Og'zaki bayonotlar ketidan siyosiy yoki harbiy qadamlarni ko'ramiz, deydi Yeltsev. Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini o'rnatish 4 bosqichdan iborat bo'lib, sistema 2020-yilgacha to'liq ishga tushishi kutilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Respublikachilar hukmron vakillar palatasi yaqinda aholiga oziq-ovqat bobida yordam berish uchun ajratiladigan mablag'dan 40 milliard dollarni kesdi. Talonlar haqida gap ketmoqda. Endi ushbu qaror demokratlar ko'pchilik bo'lgan Senat tasdig'idan ham o'tishi kerak. Jamiyat bu masala yuzasidan turlicha fikrda. Ba'zilar yo'qsillarga achinsa, boshqalar nazarida bu odamlar dangasa. Kentucky shtati Louisville shahridamiz. Shevli mahallasida beva bechoraga oziq-ovqat tarqatishyapti. Mamlakatning eng yo'qsil manzillaridan biri bu. 10 yilda qashshoqlik ko'lami 11% dan 18% ga oshgan. Marvin Pog urush faxriysi nogiron yegulik uchun oyiga $34 yordam puli oladi. Shundan ham quruq qolsa holi voy. Aql bovar qilmaydi. Shundoq ham bu pul yetarli emas-ku. Kunimizni zo'rg'a ko'ryapmiz. Yiliga 20 ming oila qornini to'ydiramiz, deydi dastur xodimi, rohiba Jin An Zappa. O'tgan yili qishloq xo'jaligi vazirligi oziq-ovqat uchun ajratiladigan madadni deyarli 50% ga kesgach, o'rnini xayr-sadaqa va xususiy yordam qopladi. Bunda din ahlining xizmati katta, lekin talonlar qisqarsa ahvol og'irlashadi, deydi rohiba. Biz o'zimiz eplolmaymiz. Hukumat bilan hamkorlikda qilinadigan ishda jamiyatning har bir a'zosi uchun farz ham. Ammo ishi bor odamlar, jumladan Louisvilleda urush faxriylari sayliga kelganlar, talonlar bekor qilingani ma'qul deydi. Ishsizlardan ish qidirish yoki malakani oshirish kurslariga borishni talab qilish kerak. Aks holda talon ola olmaysan deyish to'g'ri, deydi ular. 2 farzand onasi Kristina Shank nazarida davlat yordamini olayotgan odamlar juda ko'p. Ishlagan tishlaydi, ishlamaydiganlar, ya'ni yalqov va dangasalar esa yumush topishi kerak, deydi u. Jin An Zappa bu fikrga qo'shilmaydi. Ovqat talonlarini oladiganlar ishlaydi, aksariyati farzandini o'zi katta qilayotgan onalar, deydi u. Ammo bugungi og'ir iqtisodiy ahvolda ularning maoshi oilani boqishga yetmaydi. Mamlakatda iqtisodiy ahvol yaxshilangan sari ovqat talonlariga muhtoj odamlar kamayishi muqarrar, deydi dastur xodimi. Boshqalar esa boqinda odamlar ishga chiqsa, iqtisodga hissa qo'shadi, deydi. Kentuckydan Brian Padden, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qilishingiz mumkin. Bishkekda bizni Almaz FM'da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda, Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Shibirg'onda esa Armug'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz. Jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Ijodkorlarni quvvatlayotgan shaharlar. WikiLeaks va Julian Assange katta ekranda. Apalach tog'larida oltin kuz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Hunarmandlarni san'atkorlar, ijodkorlar deb bejiz aytishmaydi. Chunki go'zallik yaratish ishning bir qismi. Ammo tirikchilik qilish kerak, mahsulotni sotish lozim. Shu bois zarur amaliyotda qo'llanadigan narsa yasash kerak bo'ladi. Merilendagi kichik bir shahar san'at va ijod homiysi sifatida tanilgan. Ustalarning ko'ngli ham, qorni ham to'q. Vika Von Vos 20 yildan beri tashlandiq yog'och taxtadan uy jihozlari yasaydi. To'fonda yiqilgan yoki arralangan daraxtga ishlov berayotib, unga yashash uchun ikkinchi bor imkon bergandek bo'laman. Von Vos did bilan ishlaydi, asarlari hayotda ham yaraydi. Falsafam shu, daraxt 80 yil yashadimi, demak men yaratgan buyum ham shuncha xizmat qilishi kerak. U Maryland shtati Chestertown shahrida yashaydi. Shinam jajji uyini o'z qo'li bilan ko'targan. 8 yildan beri qo'nar joyi shu. Tabiatni yaxshiroq tushuna boshladim. Asrab-avaylashni o'rgandim. Atrofdagi jarayonlar, daraxtlar, o't-o'lanlarga bog'landim. Tabiatning haqiqiy himoyachisiga aylandim. Usta tirikchilik qilish kerak. Marylanddagi bir muzey uni ko'rgazmada qatnashishga taklif qilganida nima qilarini bilmay qoldi, chunki buyumlari tayyor bo'lgani zahoti sotilib ketadi. Mijozlarimdan u yoki bu mebelini 2 oyga berib turishni so'ray olmayman. Kundalik turmushda kerakli buyum bo'lsa. Galereya sohibasi Karla Masoni muammoga yechim topdi. Homiylar Von Vosga qarzga pul berib turadi, shunda usta har bir asarini sotishi shart bo'lmaydi. Hunarmand muzey uchun qator san'at asarlarini yaratdi. Ko'rgazma tugagandan keyin ularni sotib qarzini uzdi. Shu paytgacha, deydi Masoni, ustalarga yordam beruvchi loyihada 20 dan ziyod odam qatnashdi. Nihoyatda qiziq tashabbus ekan. Hunarmandga ilhom bag'ishladim. San'at asari yaratishiga hissa qo'shdim. Kelgusida bundan da ajoyib narsalar ishlab chiqishiga ishonchim komil. Karl Masoni nazarida odamlar orasidagi bu ishtiyoq jamoaning tarixi, tabiatni, suvni ardoqlash an'anasi bilan izohlanadi. Viko shu jamoaning tabiiy zaxiralari, o't-o'lan, daraxtlardan foydalanadi. Ona tabiatning in'omlarini qo'llaydi, biror narsani isrof qilmaydi. Mahalliy aholiga ma'qul falsafa bu. Von Vos hunarimni, mahoratimni ham charxladim deydi. Eski qolipdan chiqib fikrlashim, ishlashimga yordam berdi. Nodir va estetik asarlar yasash imkoniyatini havola etishdi. Ulardan odamlar turmushda ham bemalol foydalanishi mumkin. Marylanddan Junso, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Rejissyor Bill Condonning 5-hokimiyat nomli yangi filmi WikiLeaks asoschisi Julian Assange va internet davrida ma'lumot tarqatish yo'llari haqida. Maxfiy ma'lumotni jamoatchilikka oshkor etish ma'qulmi yoki xavfsizlik undan ustun qo'yilishi kerakmi? Kartina shu savolga javob izlaydi. Assange rolini ingliz aktyori Benedict Cumberbatch o'ynagan. Yaqinda chiqqan Sirlarni o'g'irlaymiz hujjatli filmi ham aynan shu mavzuda. Ayrim jihatlari bir-biridan keskin farq qiladigan bu ikki kartina zamonamizda axborot haqiqiy qurol ekanini tasvirlab beradi. A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters. 12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website? 2010-yilda AQShga tegishli 90 mingdan ziyod maxfiy hujjat avstraliyalik hacker Julian Assange tomonidan hech kim eshitmagan bir veb-saytda chop etiladi. Rejissyor Bill Condon 5-hokimiyat filmida shu voqealarni tasvirlab beradi. Julian Assange. Agar sirlarni oshkor etishni istagan bir odam top olganimizda edi, eng mustahkam tuzumlarni ham ag'dargan bo'lardik. Film Assange uning AQShning Afg'onistondagi urushiga oid ma'lumotlarni oshkor etishidan oldingi hayot haqida. U aql idrokli, o'zini boshqalardan ustun deb biladigan va maqsadga erishish yo'lida hech narsadan toymaydigan shaxs sifatida ko'rsatiladi. Filmda u sherigi Daniel Berg bilan WikiLeaks ustida kelisha olmaydi.
Gap insonlar hayoti haqida ketyapti axir, Julian. O'lim yoqasida turgan askarlar va tinch aholichi, ular haqida kim o'ylaydi? Harbiylar uzgan o'qdan o'lib ketayotganlar haqida kim gapiradi? Dunyo bu haqda bilishi shart, ma'lumotni oshkor etish kerak. Rejissyor Bill Condon oshkoralik va javobgarlik tarafdori. Internetda haq gap ko'p, yolg'on ma'lumot ham talay. Eng mushkul masala ularni bir-biridan ajratish. Bu vazifani azaldan jurnalistika o'tab kelgan. Shuning uchun matbuot 4-hokimiyat. Lekin uni yuritish katta pul degani. Internet davrida esa 5-hokimiyat vujudga keldi. Bu fuqarolar jurnalistikasi. Condon o'z filmini betaraf desa-da, Assange salbiy qahramon. WikiLeaks asoschisi kartinadan norozi. Kinoshunoslar ham 5-hokimiyat filmini tanqid qilib chiqdi. Assange va unga ma'lumot uzatgan oddiy askar Bradley Manning haqidagi Sirlarni o'g'irlaymiz nomli hujjatli film esa ko'pchilikka ma'qul. The army has detained a US soldier in connection with the leak of this classified video. Mavzuni o'rganar ekanman, asosiy ishni Manning qilgan degan xulosaga keldim. Asta-sekin filmda Bradley Manning ham asosiy qahramon bo'lishi kerakligi ayon bo'ldi. Julian Assange barobarida. Manning uchun maxfiy ma'lumotlarni Assangega uzatish nihoyatda qiyin ma'naviy qaror bo'lgan. Nozik hujjatlarni tahrir qilishda Britaniyaning Guardian gazetasi muxbiri Nick Davis katta rol o'ynagan. Odamlarga jiddiy ziyon yetkazish mumkin. Julian agar biror afg'on aqsh harbiylariga ko'maklashsa, o'limga loyiq deb aytdi. Ammo Assange bilan hamkorlik qilgan muxbir Mark Davis Amerika ovozi bilan muloqotda aslida jurnalistlar ma'lumotlarni oshkor etishga shoshgani. Assange esa o'tirib hujjatlardagi 10 ming odamning ism-sharifini birma-bir o'chirib chiqqanini aytadi. Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. Assange qarori ortida qanday maqsad turgani va uning ma'naviy qadriyatlaridan qat'iy nazar uning o'ziga xos inqilob yasagani shubhasiz. Ko'k tizma deb tanilgan ulkan tabiiy zona Apalachi tog'larining bir qismi. Jorjiya shtatidan boshlanib Pensilvaniyagacha cho'zilgan. Bir qismini Shenandoah deb atashsa, qolganini buyuk tutun ostidagi hudud deyishadi. Kuzda manzara ayniqsa go'zal. Virjiniya shtati bo'ylab sayohat qilsangiz, ko'k tizma sehrini sezasiz. Kuzning oxirgi oyi ham boshlandi, hadema yil ham o'z nihoyasiga yetadi. Har bir daqiqa bebaho, ayniqsa efirda, chunki sizga atalgan reportaj va hikoyalarimiz juda ko'p. Lekin bugungi ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshittishlarimizda. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.